Assalomu alaykum, hurmatli bizlarni kuzatib turgan bemorlarimiz. Mana bugun Oqdaryo tabobatida yana bir bemorimizni davolayotgan vaqtimiz. Bu kishini o'zlarini kelgan holati va mana shu klinikamiz haqida o'zlarining fikrlarini to'liq sizlarga tushuntirib beradi. Xurshid bova, bugun nechanchi kun sizga? Bugun 11-kun yotishimiz. Nechanchi marta bu yerga yotyapsiz? Men endi tarixini aytib beray buni. 2002-yilda kasal bo'lganman. Ikkita tizzada qattiq og'riq paydo bo'lgan. Buni 2 yil davomida bormagan joyimiz qolmagan. Qilmagan muolajamiz ham qolmagan desa ham bo'ladi. Kim nima desa, qaysi doktor biron maslahat bersa yoki bir tabib maslahat bersa yo bir qo'shnidan eshitsak ham shu muolajalarni qilaverdik. Lekin 2 yil davomida ham foydasini topmadik. Sanab ko'rsak 30 ga yaqin muolaja olganman, lekin foydasi bo'lmagan. Keyin bir tanishlarimiz tavsiya qilib qolishdi, yaqinda mana shu Oqdaryoda Begmat yoki Faxriddin degan yigit bir shaxsiy klinika ochgan ekan degan, sertifikat olgan ekan degan ma'lumotni topdik. Keyin o'sha kishi bilan biz birinchi marta kelganmiz. Birinchi marta kelganimizda hali yotib davolanishlar yo'q edi. 2004-yillarda yotsa ham odamlar uyda yotlardi. Davolash qatnab bo'lgan. Shahardan, shu qishloqdan uyimizdan qatnab davo olganmiz. 10 kun davomida edi. O paytlar nima desak bo'ladi, davolar ham oddiyroq edi, lekin asosiy davo masaj ekan, shuni bildik. Qatnab davolanishga boshladik. 10 kun davomida shu shifoni topib ikki marta, endi birinchi marta keldik, yana bir oydan keyin yana bir keldik. 10 kun edi vaqtlarda. Ilgari mana bu rentgenlar, tomografiyalar, boshqa bir bunaqa asbob uskunalardan foydalanmasdan savol-javob bilan diagnoz qo'yilar edi. Shu diagnozga qarab davolanardi. Shu 2 marta kelib ketganimizdan keyin shifo topdik, alhamdulillah. Shu shifo bilan 10 yil hech qanday dardga chalinmasdan, og'riqlar bo'lmasdan 10 yil davomida sog' salomat yurdik. 10 yildan keyin yana qo'zg'ab qoldi. Qo'zg'agandan keyin hassa tayoqqa suyanib qoldik. Keyin yana aytdikki, endi bormasak bo'lmaydi deb 10 yildan keyin kelsak, yangi eski binoni o'rnida bir uzun yotishga mo'ljallangan statsionar qurilgan ekan. Shu nimada yotoqda yotib, yana 10 kun 2 marta. Bu nechanchi yil bo'lgan? Bu 2014-yilda, 4-yilda kelib, 2004-yilda kelgan edik. 10 yildan keyin 2014-yilda yana keldik. 2014-yilda kelganimizdan keyin yana kuldi. Vaqtida kelmadingiz dedilar. Bir xiren degan nimani bir kishi tavsiya qildi. Shu dedi, tizzangizga dedi, xirenni dedi, nimadan qirg'ichdan chiqarib dedi, bosasiz sho'rga dedi. Keyin meni bir qiziqchilik tomoni ham bor-da buni. Keyin xirenni bosdik. Uni sal ko'p qo'yibmizmi? Bu qizil lavlagi bor-ku, ana shunday qizarib ketdi tizzalar. Lekin foydasini ko'rmadik buni. Keyin yana kelganimizdan keyin doktor ustimizga kulgan kishi bo'lib, endi hazilga olib, xiren qo'ydingizmi? Ha, xiren qo'ydik. Lekin nima qildi? Foyda qildimi? Yo'q, foyda qilmadi. To'g'ri kelaverishingiz kerak edi. Bilardingiz-ku. Aytib, endi o'zimizcha yana davolanib ko'rmoqchi bo'ldik dedik. Keyin desangiz, yana 10 kundan 2 marta yotib davolandik. Xuddi oldingida yana otday bo'lib turib ketdik. Hassa tayoqlarni ham tashladik. Undan keyin mana 2024-yilda sentyabr oyida birinchi martasida yana keldik. Yana qo'zg'aldi. Qo'zg'algandan keyin o'tib ketadi yurdik. Tizzalarda shish paydo bo'ldi, og'riq paydo bo'ldi, uyush paydo bo'ldi ikkita oyoqda ham. Keyin keldik yana mana 2024-yil, yana 10 yildan keyin 14 da kelganimizdan 24-yilda yana keldik. Sentyabrda mana yana bir marta kelasiz deganlar, mana yana bir martasiga kelib turibmiz hozir. Mana 25-yil mana hozir. Hozirgi davo bilan o'sha 2004-yildagi davolarda nima farq bor? Qanaqa qo'shimchalar qo'shilgan sizga bu giyohlarni? Mana shuni ham aytishimiz kerak, to'g'ri. Birinchi kelganimizda hali mukammallashmagan edi davolash. Lekin masaj, juda kuchli masajlar bor edi o'sha paytda ham. Shu doktorlar o'zlari masaj qilardilar 2004-yilda. Keyingi marta kelganimizda qarasak, o'sha nima qo'shimcha muolajalar, mana bu tabiiy giyohlar, keyin boshqa xil yana qo'shimcha kasalliklarga ham davolash uchun boshqa xil muolajalar ham qilinyapti. Mana parafin paydo bo'libdi, balchiq paydo bo'libdi, vanna paydo bo'libdi, yo'q edi vanna. Endi hozir eshitishimga qaraganda, hattoki mana shu muolajalarni olgan odam faqat nafaqat og'riqlardan, hattoki
ancha-muncha yosharib, tetiklashib, uyga boradigan bo'libdi. Mana o'zimiz ham har kelganimizda qaytadan yana bir tetiklashib, hamma tomonlarimiz sog' salomat bo'lib, ilgari misol uchun ichki organlarimizni ko'rganda, beringiz kasal degan gaplar bo'lardi. Hozir mana buyraklarda ham mana uzillar paydo bo'libdi hozir ha. Buyraklarni ko'rdilar, buyraklarda ham hech qanday o'zgarish yo'q. Xuddi dedi yosh yigitni buyrakida turibdi buyraklaringiz. Boshqa joylar jigarlaringiz ham, o't xalta ham, nima haligi taloq, boshqa organlar, yurak sistemasi ham yaxshi. Kechagi yuragimizni tekshirib, yurak tekshirgan doktorimiz ham aytdilarki, yuragingiz shu o'zingizni yoshingizga mos holatda, yaxshi holatda turibdi yuragingiz ham. Boshqa joylar bilan bizning klinikamizda bitta narsasi farqi borda. Boshqa joylarda organizmingizga dori-darmonni kirgizib davolasa, bizning klinikamizda shunaqa tanadan tozalab davolaydi. Shuni hisob bilan barcha organizmlar filtratsiyasi ochilib, organizmda qon aylanish, qon yangilanish, suyak, bo'g'im to'qimalarida o'sha ishlash faoliyati yana avvalgi yosh holatingizda ishlagani uchun odamda organizmi ma'lum bir muddatga yosharadi. Ma'lum bir muddat, misol 2 yillikmi, 3 yillikmi. Chunki bu yerga kelayotgan bemorlarimiz juda ko'p kasalliklarni birdan o'ziga yig'ib keladi. O'sha holatda bitta grija uchun emas, bizlarda ichak faoliyati tozalanadi. Buyrak sistemasi, tosh shlaklar, o't qopi, hamma organizmingiz bitta tozalanadi. Shunga qo'shimcha klinikamizda yana hozir mana siz aytgandek o'zi EKG, qon analiz laboratoriyalari, MRT apparatlari ish faoliyatini boshlagan. Mana endi Xudo xohlasa duo qilib tursalaringiz, yangi klinikaga o'tib olsak, hamma narsa yaxshi. Haqiqatan ham yangiliklar ko'payibdi, juda xursand bo'ldik. Men bu kishini doim haligi ishlariga qoyil qolib, qayerga borsam maqtab, haligi mana hozir ham o'zimni qishlog'imdan 2 kishini olib kelib turibman. Shunday voqea bo'lgan. 14-yilda kelganimda. Men kelganimdan keyin yaxshi bo'lib bordim. Kasallanib toza mazam qochib qolgan edi. Oyoqlar aytdim-ku, hassat oyoq suyanib qoldim deb. Borganimdan keyin korxonani boshlig'i aytdiki, siz qayerda davolandingiz dedilar. Men aytdim, mana shu Oqdaryo tabobati shifo xususiy klinikasi ochilgan dedim. Men 10 yil oldin boruvdim dedim. Hozir yana borib keldim. Mana yana yosh yigitdek bo'lib qaytib keldim dedilar dedim. Keyin u kishi o'zi keldi, oilasini olib keldi, qishlog'idan bir shu og'rig'i bor, oyoq og'riq, qo'l og'riq, bosh og'riq deganda haligi gipertoniya kasalligiga uchraganlarni ham davolaysizlar-da, men buni xabarim bor. Shularni olib kelib ko'pchilik bergan odam keldi. Keyin shu vaqtda viloyat hokimini o'rinbosari borlar, Mo'min Jo'rayev degan kishi. U kishi ham bizni boshliqdan eshitib qoldilar-da, shu yerga davolanishga kelibdilar. Bir qiziq bo'lgan voqeani aytib beraman. Bu yerga kelib yotibdilar, ancha bir 3-4 kun yotgandan keyin yengillik sezibdilar o'zlarida. Keyin hokimga telefon qildilar, tuman hokimiga. Shu yerda sizda Oqdaryoda falon joyda bir yigit xususiy shaxsiy nima ochibdilar, og'riqlar davolar ekanlar desa, "Ya, unga ishonmang, u kishi aldashi mumkin" debdi. "Men shu yerda yotibman-ku" debdilar. Keyin u rayon hokimi kelgandan keyin u kishida ham shunaqa kasal bor ekan. Faxriddin aytdilarki, "Bilamanlar, u kishi ham qachondir kelardilar." Haqiqatan ham keyinchalik tan olib o'sha hokim ham kelib davolanib ketgan ekanlar. Bir marta emas, keyinchalik o'rganib qoldilar. Tez kelib, Faxriddinjon bir ko'rib qo'ying, bir biz yana bir paxtazorlarni aralaydigan bo'laylik degan gaplarni aytgan ekanlar. Yana bir narsani aytib berishim kerak. Faxriddinni o'zlaridan eshitganman. Bir bemor kelgan ekan bu yerga. Shu 14-yildagi gap bu. 2014-yildagi. Bu bemor davolanibdi. Davolangandan keyin aytibki, men Sankt-Peterburgda davolangan edim. Lekin professor kishi davolab, meni davolanmagandan keyin umuman davosini topa olmadim. Sizni davoingizni topa olmadim men. Sizga davo topa olmadim. Endi qayerda qachon shu davolansangiz, yaxshi bo'lsangiz, menga telefon qilib shu davolagan odam bilan gaplashtirasiz degan ekanlar. Buni Faxriddin o'zlaridan eshitganman. Keyin bu kishi bemor Sankt-Peterburgga telefon qilib professor bilan gaplashibdilar. Men davolandim. Yaxshi bo'ldim. Telefonni bering, gaplashtiring men bilan debdilar. Keyin Faxriddin bilan doktorimiz Faxriddin bilan Ashurov bilan shu professor gaplashgan ekan. Sankt-Peterburgga kelish, ketish, yotish, yurish xarajatingiz bizdan, lekin kelib bizga shu o'zingizni qilgan metodingizni ko'rsatib berasiz degan ekan. Keyin Sankt-Peterburgga borib, yangi professor bilan suhbatlashib, qanday qilib davolaganini hammasini aytib beribdi. Va aytdi, biz uchun bu yangilik. Siz Sankt-Peterburgga keling, biz sizga bitta korxona ochib beramiz. Shu yerda siz odamlaringizni yig'ib davolaysiz biz odamlarni degan ekan. Keyin uyga kelgandan keyin ota-onalari bilan maslahat qilganda, "Ey o'g'lim, shu
halol pokiza noningni shu yerdan ham topasan. Ana shu yerda sen o'zimizni odamlar davola. Rossiyaga borib davolab yurma degandan keyin shu kichkina bo'lsa ham asta sekinlik bilan mana hozir rivojlanib, mana Xudoga shukr, hozir juda bir yaxshi holatga kelgan. Nasib bo'lsa biz ishonamiz, bundan ham yaxshi bo'ladi. Mana yangi binolar qurilayotgan ekan. Yaqinda borib ko'rdik. Podval bilan birinchi etaj ishga tushibdi. Bu yana yaxshilikdan dalolat. Bizga o'xshagan bemorlarni doimiy ravishda mana bir davolaganda 10 yil davolab beradi. 10 yil kasal bo'lmasdan yuribdi. Hozir bu yerda misol siz qilgan to'lov, mana shu yerda siz oladigan lechinalar, qilgan to'lovingiz sizni qoniqtiryaptimi? Albatta qoniqtiryapti. Ovqatlar misollar. Ovqatlar uyimizda yeydigan ovqatdan shirin ovqatlar pishirib berilyapti. Mana 12 kun ichida 3 marta palov yedik. Palovni har kim ham uyda haftada bir pishiradigan oilalar ham kamroq hozir. Har kim ham buni nimasiga bora olmaydi. Ha endi o'zga to'q oilalar bor, lekin bunday o'zga notinchroq oilalar haftada bir palov yemaydi. Lekin bu yerga kelib, mana ovqatlari ham shirin, to'yimli, hech bir haliga yetishmovchilik yo'q. Asalda har kun misol uchun uyda yeb yotgan yo'q hamma ham. Har kun asal, sariyog'lar berilyapti. Bu ovqatdan noliydigan nima emas bu yer. Yana bir narsani aytaman, mana qo'shnim. Men ataylab olib keldim. Bu kishi ham 2 yildan beri azob beradilar. Mana shu oyoq og'riq, bel og'riq, yurolmay namozlarga chiqishlari qiyinlashib qoldi. Mana olib keldim. Bu kishi oldin bir joyda davolanganlar. Hozir nomini esimdan chiqardim. Nomi shart emas. Bir joyda davolandilar. Nomi shart. Qarang, bir joyda davolandilar. Men aytib beraveraymi endi? 10 kun yotdingizmi? 8 kun yotdilar. 8 million pullari ketdi. Dori-darmon, yotish, ovqat deganda 8 millionga davolandilar, lekin foydasini topmadilar. Bu yerga necha pul to'ladingiz 12 kun uchun? Bu yerga 12 kun uchun 3 million 300 ming to'ladik. Mana hozir mana shu sizga qilinayotgan lechinalar, misol organizmingizda mana og'riqlar bilan kelgan ekansiz, boshqa joylarda lechina olib, mana foyda qilmasdan, hozir sizga mana shu 12 kunning ichida o'zingizni qoniqtiradigan darajada necha foizga, 100% dan necha foizgacha og'rig'ingiz yo'qoldi? Men to'g'ri aytaman, 100%ga 100% deyapman. Men og'riqlar qolmadi menga. To'g'ri, og'riq sabab bor, lekin buni postepенно o'tib ketadi deyapti. Menga vaqt kerak deyapti. Bir oy, misol 20 kun vaqt kerak, sekinlik bilan yo'qoladi deyapti. Men hozir men o'zim sezishimga, men kelgan vaqtimdan hozir o'zim 12 kunim gidyapti. Og'riq yo'q, umuman yo'q. Umuman og'rig'im yo'q. Boshqa mana sizlarni ko'rib turgan bemorlarga bemalol shu yerda tavsiya bera olasizmi? Men doim odamlarga aytganman, shu eng og'riqlarni davolaydigan maskan shu yer. Shu yerga boringlar deganman. Bundan keyin ham shu tavsiyamni beraveraman. Qarang, endi sizda mana obunachilar kuzatadi. O'sha insonlarga bir o'zingizda telefon raqamingizni bera olasizmi? Agar mana video ko'rib, haqiqatan mana shu tog'aga bir telefon qilib maslahat so'raylik. Bu bolalar sizga pul to'lab reklama qildirib bering dedimi yoki shunaqa. Sizdan endi mana tabib emas, boshidan o'tgan odam tabib deydi-ku. Ana shu telefon raqamingizni aytsangiz sizga bemalol telefon. Men telefon raqamim 97 lik 287 52 03 ismim Xurshid, familiyam Pirmatov, Samarqand tumani, o'rta yuqori Turkman mahallasida turaman. Hurmatli bizlarni kuzatib turgan bemorlar, mana o'zingiz biz hali yosh bo'lgan vaqtimizdan buyon mana shu kasallik bilan mana davolanib lechina olib kelayotgan. Shu mana 10 yilga bir marta lechina olgani 10 yilga yetyapti ekan. Lekin agar aytgan vaqtga kelganingizda hozir ana shu 10 yil emas, balkim bir umrbodlik yaxshi bo'lib ketgan bo'lardi. To'g'ri. Tinchlik, eson, omonlik, xotirjamlik bo'lsin. Ilohi Parvardigoro, mana shu Oqdaryo tabobati xususiy korxonasi xodimlarini, mana shu yerda ishlayotgan jami xodimlarni, Faxriddin Ashurov boshligidagi jami ishlayotganlarni, meditsina xodimlarini, o'rta xodimlarini, mana xonalar tozalashlari ham har kunda 2-3 martadan toza bo'layapti xonalar. Mana shularni hammasiga tinchlik, omonlik, xotirjamlik tilaymiz. Kelajakda ishlaringiz bundan ham rivojlansin. Izzat obro'laringiz bundan ham ziyoda bo'lsin. Martabalaringiz bundan ham ziyoda bo'lsin. Mana yaqinda eshitdik, Faxriddin Ashurov xalq tabobati professori unvonini oldilar. Akademik bo'lsinlar. Chunki bu akademikka yarasha qilinayotgan ishlar bular. Bu oddiy ish emas bu. Shuning uchun bizning niyatimiz mana shu korxona yana rivojlansin, elimizni, yurtimizni, xalqimizni salomatligini tiklashga yanada o'zini hissalarini ko'proq qo'shadigan bir korxona bo'lsinlar. Robbana atina fid dunya hasanata va fil oxirati hasanata va qina azabannar va sallallohu taala ala xayr xalqi Muhammadin va alihi ashabihi ajmain. Bemorlarimizga shifo bersin. Sog' bo'linglar. Amin. Shu yerga keladigan jami bemorlarimizni xuddi bizga o'xshab shifoy komilini topib,
bir sababchi, bular bir sababchi bo'lib, Alloh taolo shifo komilni berib turibdi. Bundan keyin yana ham shifo komil beraversin. Keladiganlarga tavsiya qilamiz bu yerda, chunki mana kelganlar hammasi nechta odam kelgan bo'lsa, men savol javob qilgan bo'lsam, ilgaridan hammasi shifosini topgan. Bemorlarimiz ham to'liq shifo olib, kelajakda yana jamiyatga qaytib, foydali ishlar bilan, o'ziga foydali, jamiyatga foydali ishlar bilan shug'ullansinlar. Sallallohu taolo alayhi xalqi Muhammadin va alihi vasallam. Allohu akbar. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Mayli, sog' bo'ling. Bizani kuzatishda davom etingizlar.